Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bizga berilgan masala quyidagicha ekan. Uchlik sanoq sistemasida berilgan 120 102 sonini o'nlik sanoq sistemasidagi qiymatini toping debdi. Buni ishlash uchun biz nima qilamiz? Demak, jadval chizib olamiz birinchi. Oldinga e'tibor beradiganimiz necha xonaligi? Demak, bizda 6 xona ekan. Jadvalni ham 6 xonali qilib chizamiz. Ya'ni berilganiga qarab biz buni yechishimiz mumkin. Demek 120 102. Mana shunday qiymat va tepasiga uchli sanoq sistemasiga razryadlar bo'yicha qiymatni yozib chiqaman. Demak, 1, keyingisi 3, 9, 27, 81 va 243. Demak, har bitta qiymatlarni pastida necha xonali son turgan bo'lsa, shu tepadagi qiymat shunga ko'paytiriladi. Bu hamma sanoq sistemasida bir xil. Shuning uchun natijani ko'rasizlar qanday holatda bo'ladi. Demak, 243 tayda bir turibdi. Demak, 243 plus 81 tayda 2 turibdi. Ko'paytiramiz. 162 plus 9 tayda 1 bor. 9 plus 2. 2. Endi buni ishlash uchun hammasini qo'shib chiqish shart emas. Oxirgi raqamlarga e'tibor beramiz. Ya'ni birlar xonasini qo'shib chiqamiz. Demak, 3, 2, 2 bu 7 ni beradi. 9 ni qo'shadigan bo'lsak 16 ni beradi. Demak, nechidir ham 6. Javob C bo'lar ekan. 416 javob bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.